Assalamu alaykum, hürmetli Uyghur Edebiyatı Tor dersining qizg'in ishtirokchilari. Biz bu soatlik darsimizda, oldingi soatlik darsimizning davomi ustida edebiyatimizning yana bir janri bo'lgan adabiy tarjima ustida qisqacha to'xtalamiz. Ma'lumlik dunyoda hech qanday bir el yoki millat yoki xalqning edebiyoti boshqa millat, davlat yoki xalqning edebiyoti bilan uchrashmagan yagona aldagi edebiyot mavjud emas. Chunki insonlar boshqa davlat, boshqa millat yoki boshqa elning xalqlari bilan tarixdan beri iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy ve medeniyet jihatlarda o'zaro bir-biridan qabul qilib, bir-biriga ta'sir ko'rsatib kelgan. Dalmi sebeptimi her qanday bir millatning bo'libmi belgilik bir tarix va millatlarningki edebiyoti tercüme edebiyatidan mustasno emas. Tercüme edebiyoti qandaqdir boshqa millatning ilg'or narsalarni o'ziga qabul qilgan yoki boshqa millatning o'zida yo'q holatda boshqa millatninkini qabul qilgan bo'lmasdan shakl jihatda tercüme edebiyoti xuddi o'zininki millati o'zining xalqida yo'q bir narsani boshqa millatdan qabul qilganda ko'rinsimi, mohiyat jihatda o şu xalqning, şu elning medeniyet ve tefekkür jihatdan qanchalik azimchan, sig'dirishchan bir millat xalq ekanligining isboti. Chunki azimchanlik va sig'dirishchanlik ega bo'lgan millatlarla o'zgacha bo'lgan tefekkürni, o'zida yot bo'lgan boshqacha ong, boshqacha tefekkür, boshqacha bir ifodalash usullari qo'llangan asarlarni aktivlik bilan qabul qila oladi va uni o'zining madaniyati, adabiyoti, tefekkürü bilan yo'g'irib turib, texmi yaxshi asarlarni o'zining adabiyotida yarata oladi. Uyg'urlarning tercüme edebiyotimi nəhayət uzaq tarix ega bo'lib, Qo'chi Yutqut davrida nəhayət mükemmel bo'lgan bir tercüme edebiyoti shakllanishga boshlagan. Qo'chi Yutqut davrida Sinqsalili Tutun qatorliq bir turkum terjümanlar garchi sanskritcha, to'xarcha qatorliq nurg'un asarlarni Uyg'ur tiliga terjima qilgan. Gerçi o eserler edebi eser olmay, köpüncisi dini eserler bolsumu, mana şu eserlerini tercüme qilish jarayonida Uyg'ur tercüme edebiyoti barbara yo'qlikdan bar bo'lib, bar bo'lishdan taraqqiy qilish qarab yuzlangan bir tarixiy bosqichni besib o'tgan. Shun u davrlardagi tercüme edebiyotimiz olsa biz uchun to'liq qimmatli. Shu davrda xeyli ustun bo'lgan badiiy asarlardan necha yuzlagan, necha minglagan asarlarni tercüme qilgan Uyg'urlar Qo'chi Yutqut Uyg'ur davlati davridagi Uyg'ur edebiyotininki eng cho'ng partisini tercüme edebiyoti sahifasi orqali to'ldirgan. Yana qarab baksak, Anilar davrida tercüme qilgan Qur'oni Karimdagi ishlatilgan so'zlik miqdorining intayin safligi, arabchadagi har bir gapni, har bir so'zni shu davrdagi Uyg'ur so'zligi bilan birma-bir qarshilashtirib tercüme qilib chiqqanligi. Butkul Qur'oni Karim tercümasida faqat 3% dan 4% gacha arab so'z bo'lgandan sirt boshqa butun so'zlar Uyg'urcha ishlatganligi Qarxonilar davridagi Uyg'urlarningki tercüme edebiyotining naqadar ustun bir saviyada ekanliginingki dalil isbotidir. Bir bütün Uyghur edebiyat tarihiga qaraydigan bo'lsak, bizningki Qo'chi Yutqut davridan boshlangan tercüme edebiyotimiz Çağatay dönemlerdimi nəhayət rivojlangan. Bo'libmi Muhammad Sidiq Alam Qashg'ari, ya'ni Zordun Hakimbek davrida yashagan Muhammad Sidiq Alam Qashg'ari davrida Muhammad Sidiq Alam Qashg'arininki bevosita yetakchiligi va o'zininki jafoliq qetir qilib qilgan samaralik emgaklari Uyg'ur tercüme edebiyotini boshqa yangi bir baldoq ko'targan. Bu davrlarda Baburnoma, Shahnoma, Tarihi Reşidi Zeyla qatorliq asarlarni Farschadan zo'r ijtihod bilan tercüme qilgandan boshqa bir turkum arabcha asarlarni nəhayət fasahatli holda tercüme qilgan. Mana shundoq uzoq o'tmishdan kelgan xemir turchi intayin saqlam bo'lgan Uyg'ur tercüme edebiyoti bo'lsa 1920-1930 yillarga kelganda asta Sovet ittifoqining asarlarini tercüme qilgan bir holat keldi. 50-yillarda bo'lsa Xitoy edebiyotidan tercüme qilingan bir turkum asarlar bilan 1975-78lardan keyin shakllangan dunyo edebiyoti bilan qismen bo'lsinmi uchrashish, tushunish fursatiga ega bo'lgan Uyg'ur matbuotlaridan foydalangan bizning adabiy tarjimalarimiz intayin yuksak bir badiiy fasohat bilan dunyoning boshqa ellaridan nurg'un asarlarni tercüme qilgan. Mana shundoq uzoq bir tarixiy jarayonda Uyg'ur tercüme edebiyoti barbara shakllanib, gohi aqllarda uzilib qolgan bo'lsa-mu, lekin o'zininki Uyg'ur edebiyotidagi mavjudlik o'rnini va qimmatini hech qachon yo'qotmay keldi. Shunlashqimi, bugun qo'limizga olsak, dunyo edebiyotiga ta'sir ko'rsatgan nurg'un nodir romanlarninki Uyg'ur tiliga tercüme qilgan ba'zi tercüme asarlardan Uyg'ur tercüme edebiyotininki haqiqatan xamiy turchining nihoyat cho'ngligini bilib olamiz. Bo'libmi 1982-yildan boshlab chiqishga boshlagan Dunyo edebiyot jurnalidagi bir turkum dunyoviy edebiyotlar va Ruschadan tercüme qilingan bir turkum asarlar
Xitoychadan tarjim qilingan bir turkum asarlar, bularning hammasi bizning tarjim edebiyotimizniki namoyandasidir. Bu yerda shundoq bir misol bergim kelyapti. Masalan, tarjim edebiyotida u qadar go'zal bir tarjim edebiyotimiz borki bizning. Masalan, Turkiyadagi mashhur yozuvchi Yashar Kamolninki Inji Mehmet degan romani Mehmet Avak degan ism bilan tarjim qilindi. Inji Mehmet bilan Mehmet Avak degan ikki ismni yonma-yon qo'ygan vaqtning o'zida Mehmet Avakning qanchalik bir badiiy estetik zo'qqa ega bir ism ekanligini, Inji Mehmet degan o'xshash bir gapni o'xshash ma'no bilan ifodalash jihatda qanchalik bir badiiy estetik zo'qqa ega bir so'zni tanlab ishlatganligini. Masalan, Mehmet Uruq yoki bo'lmasa Uruq Mehmet emas, balki Mehmet Avak degandekmiş. Avak degan Uyg'urning og'iz tilida bo'lgan bir so'zni, qo'pol bir so'zni qanchalik bir fasohatli holda ifodalab chiqarganligimi bizniki tarjima edebiyotlarimizning namoyandalaridan biridir. Bo'libmi, Xitoy edebiyotidagi klassik asar bo'lgan intayin yuqori fasohat talab qiladigan Xitoylarning so'zlik va madaniyat xazinasi bo'lgan Qizilravoqda kuchish, Uch podshohlik haqida qissa, Suv bo'yida g'arib sayohat qatorliq romanlarning Uyg'ur tiliga 1980-yillarda voyaga yetgan holatda tarjim qilinganligi, bu bizniki hem til boyligimizning mo'lligi, hem adabiy tarjimamizniki qanchalik bir sog'lom ekanligidan darak beradi. Bizning ko'pincha kichik do'stlarga ma'lum, g'arib sayohat filmidagi Yorxun Sulton, Tatagato, Qizilboshliq Tuyguynak, Palak ejderhasi, Erishki tangdosh Avliyo Azam, Pasiq So'ngak Alvas qatorliq mushu atalg'ular, Yorxun Sulton, Kaan qatorliq mushu atalg'ularmi bizniki ayni davrdagi badiiy diti to'limi pishgan adabiy tarjimonlarimizniki bog'liqidan bu jihat qo'shunimizning to'lim sog'lomligidan darak beradi. Adabiy tarjima faqat yolg'iz tarjim qilishlam emas, balki o'zining tili orqali u asarni mohiyati qaytadan yozib chiqishdir. Chunki siz bir qafasning ichida usul o'ynagandek adabiy tarjimaga kirishgan vaqtingizning o'zida xohlagancha uni o'zgartira olmaysiz. Cho'qim asli asarninki asli tekstiga sodiq qolgan holda shu ifodalamoqchi bo'lgan mazmun yoki shu jumlani eng obrazlik, eng to'g'ri, eng ixcham va eng layoqatli shaklda tarjima qilish lozim. Bu adabiy tarjima qo'yilgan eng aqlli o'lchamlar. Shunlashqa Uyg'ur adabiyoti deganimizda mayli qadimgi davrda bo'lsin, mayli o'rta asrdagi Uyg'ur adabiyotida bo'lsin, mayli bugungi zamon Uyg'ur adabiyotida bo'lsin yoki hozirgi zamon adabiyotimizda bo'lsin, bizning adabiy tarjima qo'shunimiz gohi zamonlarda uzilib qolgan bo'lsa-mu, lekin adabiy tarjimchilik puchi itqut davrida o'z mavjudligini adabiyotimizning har qaysi davrlarda saqlab keldi. Adabiy tanqidchilikningki nazariy asoslari va u haqda uzun dars so'zlashni biz muvofiq ko'rmadik, chunki bizning darsliklarimiz asos ana tushunchani asos qilgan bo'lganligi uchun Uyg'ur tarjima edibiyotininki qisqacha tarixiy va Uyg'ur tarjima edibiyotining zoti qanday ekanligini bir uchur berish xarakteri bilan darsimizni kifoyalantirdik. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.